Assalomu alaykum, hurmatli bizning KG Qor kanalining ko'ruvchilari, xonasizlarmi? Biz O'shdagi Uchqun mol bozoriga keldik. Bugun hafta kungi yakshanba ekan, tug'anlar. Kezakdalar, otlarni, toylarni, nelarni ko'rsataylik, tug'anlar. Hozir eshaklardan boshlayveraylik, tug'anlar. Ushul eshakni ko'rsataylik sizlarga. Bahasini 5000 so'm so'rayaptir. Aka, telefon nomeringizni aytib qo'yaysizmi? Hemen telefon numarını bilmem de. Ma, eşek sizniki var aka? Yok, bugungi. Yesi joq hozir, ha? Sizlarga sotildi aka? Yo'q, sotildi. Yaxshi. Buning jondagi 10 ming so'm ekan. 10 ming so'm deb o'tadi ekan. 10 ming so'm. Telefon nomerini yozib qo'yibdir. 999 93 99 01 nomerine bilansanizlar bo'ladi. Bunun bazı qancha ekan? Bilmadim. Esiga chalib so'rasanizlar bo'ladi. 10 ming 5 ming bo'lishi mumkin. Taxtovanlar otlarning balog'ini ko'rsataylik sizlarga. O'sha turgan otning bahsini so'rayapti. Gap qancha oldi ot? 100 mingmi? Bozor qancha qildi? 76 qildimi? Bermading. 76 ga bermedingmi? 76 ga beribdi. Qancha jashar olib qoldi? Jazg'apishdi. Jazg'apishdi, yaxshi. Qaysi to'g'ri? KG Qor. Nimaga ko'rdingizlar? Yaxshi. Yaxshi. Saka. Aka qancha qoldi bahsi? 80 ming kam bor. 80 ming, ha? Bozor qancha qildi aka? Bozor 70 ming. 70 ming. Yaxshi, bunga 70 ming qilibdir. Qancha jashar olib qoldi aka? 5 yosh. Qayerdan? O'shtalar keldingizmi? 5 oyliqdan. 5 oyliqdan, yaxshi. Sen qancha olib qoldi ukan? Ne? Ot qancha oldi bahsi? Asıl 170. 170 mi? Tepe ağrı? Tepe. Jo'sha. Jo'sh, ata. Uloqa chiqqan emas, uloqa. Aka, kirat aka uloqa. Kirat, ha, yaxshi. Ko'tarib suzat aka. Utqansizmi? Bayga utqansizmi? Utalaksing ha bayga. Qancha jashar olib qoldi bu endi? 3 oysiga 4. Qayerdan olib kelding? Ha? Qayerdan olib kelding? Uchqunni o'zidan olib keldingmi? Ha. Uchqunni o'zidan keldi. 170 ming so'rabdir. Aqlsiz ko'rsataychi, aqlsiz. Qancha oldi uka? Verme. 200 mi aka bor? 200 mi? Oho. Zo'rg'a. Yaxshi. Biz aylantirib ko'rsataylik, arzonroqlarini totaylik. Mana ko'rsataylik. Boss sögür. Aka bu qancha olib qolgan aka bosi? İş boshqa. Qo'yga. Yaxshi. Non tataysiz to'nlar. Edo, yaxshi. Nasaqtar tinchmi? Bosi qancha olib qoldi? 65. 65. Bozor qancha qildi? 50. 52, yaxshi. Qayerdan olib kelding? O'shtanlarmi? O'shtan ekan. Qancha jashar olib qoldi? Kaltatay. Yaxshi. Nimaga ko'rdingizlar? Bo'la turgan bahosini qancha berasing? Boshlayib beraveraman. Bozor, ha? Yaxshi. Biz keyingilarni o'taversak, tug'anlar. Surashtirib, mol hafta surayapti. Bahos qancha olib qolibdir? Assalomu alaykum. Aka, qanday sog'liqlar yaxshimi? Aka, bahos qancha olib qoldi? Boshni baya buni so'rab ketdi, saybar. Aytib qo'ying aka endi. 110. Yaxshi. 110 dek. Keyin tartib qo'yamiz seni. Buni ko'mib topyorsan, qo'ng'iroqdan kelganmiz. Ben turishlar deb qo'y. Bunasini ham tortma, qizil kepkani. Oti Rashid o beni oldi. qancha qoldi? Qancha qoldi, ey? Sen oldingmi? 70 ga olibdi. Aka qancha qoldi? 35 ming deydi.
Yaxşı. Molı konta yaxşı onlar. Assalomu alaykum. Aka qanday yaxshisiz? Vaqt qancha qoldi aka? 60. 60. Ukovicha birosimi? Biros, ha? Mana cho'ng o'xshaydi, ha? 60 ming deydi. Narxi kichkinasi qancha oladi? 40. 40 ming, ha? O'shtonlar keldimi? O'shtonlar kelgan. Bahsini 40 ming so'm deydi. Biz keyingilarini ko'rsataveramiz to'g'onlar. Mol kichkinaki xatni ko'rsataylik. Hay. Assalomu alaykum aka, qanday yaxshisiz? Bahs qancha ekan aka? 120 ming. 120 ming. Bozor qancha qildi? Bozor 97 ming bo'ldi. Berib edingiz. Ova. Qancha jashar bo'lib qoldi? Moyda 1 yaş bo'ldi. Qayerdan olib keldingiz? Bu Bishkekdan. Bishkekdan kelgan, ha? Yaxshi. Mana ko'ringizlar-da. 97 ga berib yaptir. Meni chiqarib olgin. Otini chiqadi aka. Yaxshi. Biz keyingi ko'rsatuvlarni ko'rsataylik to'g'onlar.